er xotin baxtsizda farzand uchun yashash to'g'rimi? Bo'lmadimi, qo'yib yuborish kerak. Yashash kerak emas. Oilada o'zini balandpasti bo'ladi, baribir sabr qilish kerak deb o'ylayman. Sabiy mentalitetida farzand uchun yashaydiganlar ko'proq, bolam yetim bo'lmasin, otani qo'lida katta bo'lmasin deb yashashadi. Lekin bu to'g'ri yechim emas. Hayotim shunaqa, baxtli yashayapman. Bir-birini sevmasdan turmush qurishgan, yechim ajrashishgan baribir. Men Xudoga shukr, oyim katta qilib, hozir boshqa turmushga chiqqanlar, ko'rayotgan bo'lsalar, o'zimni otamdan ham katta mehr berganlar. Misol ajrashganlarga shukr qilaman. Bir marta ham qizim deb meni ko'rgani kelmagan, shu yoshimgacha. Lekin baxtliman. Hozir adingiz sizni как отчим-da, to'g'rimi? Umuman ko'rmaganman men. Hozir ikkinchi adingiz bilan yashaysiz. Ikkinchi odam bilan yashayman. Sizga ota deydi. Otamdan ham ko'ra mehrim kuchliroq. Ishoning. Значит, bu narsa sizni boshingizdan o'tgan. Men o'sha hayotda yashayapman hozir. Demoqchisizki, farzand uchun yashash noto'g'ri. Farzand uchun yashamanglar, umuman. O'zingizlarni baxtinglar uchun yashanglar. Misol uchun onam shukr qiladilar, mana shu hayotlariga. Meni kelajagimni ham o'ylab turmushga chiqmaganlar, 5-sinfimgacha ham chiqmaganlar. Keyin o'zim aytganman, baribir butun umr buvimnikida qola olmaysiz. Men turmushga chiqib ketaman. O'zingiz baxtingizni toping. Alhamdulillah 7 yildan buyon birga meni o'qitib, kontraktlarimgacha to'lab, sразу onamdan ko'ra o'sha odam ko'proq telefon qiladi. Telefon qilib, puling bormi? Nima kamchiliging bor? Nima bo'lsa menga ayt. Ishonasizmi? Hattoki sevgi, bolalar отношения temasida ham o'sha odam bilan gaplashaman, onam bilan emas. Shunchalik yaqin bo'lib ketdi. Shunchalik yaqin bo'lib ketganman. Lekin bu kamdan kam bo'lishi mumkin. Endi minus taraflari ham bor, o'gay ota anaqa zug'um beradiganlari ham bor. Lekin men o'zimning hayotimdan kelib chiqqan holatda baribir ham ayol kishi farzand uchun ko'nib yashashi kerak emas deb o'ylayman. O'zi ko'ngli bo'lmagan odam bilan qanaqa qilib yashaydi? Misol men o'zim ham yashamasdim. Sevgiga ishonasiz? Вообще og'riqli savol. Ishonganman, hozir ishonmayman. Prosta bog'lanib qolish bor. Sevgi faqat Allohga bo'lishi kerak deb o'ylayman. Allohga ishongan qalb hech qachon xor bo'lmaydi. Manda xor qilib qo'yganda ham Allohga ishonsangiz o'zi to'g'rilab ketar ekan. Men ishonmasdim o'sha narsaga. Men boshimdan o'tdi. Qarang, misol uchun to'yi bo'ldi-da, eri sevmayapti 1-2 oy. Yo'q, unda birdan ajrashib ketish kerak emas. Misol yillar o'tadi, sabr qiladi. Ana qurbaqani ham bossiz vaqillaydi-ku, ayol kishi ham endi jonidan o'tib ketgandan keyin farzand uchun yashashga majbur emas-da, o'zini hayotini boshqa inson bilan ko'rishga hammaning haqqi bor deb o'ylayman.